Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, profilaktik hamda tezkor tadbirlar, sodir etilgan jinoyatlar tafsiloti, shuningdek jamoat va yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar haqida ma'lumot beruvchi Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan Ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvning navbatdagi soni efirda. Dastlab ko'rsatuvimizning qisqacha sharhi bilan tanishing. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining ochiq muloqoti, 50 ga yaqin murojaatlar o'rganildi va nazoratga olindi. Buxoroda xodimlardan qochishga uringan haydovchidan salkam 84 gram marixuana musodara qilindi. Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati hamkorligidagi tezkor tadbirda qariyb 30 gram mefedron giyohvandlik moddalari musodara qilindi. Bir lahzalik quvonch qimmatga tushdi. Buxoro shahrida jamoat tartibini buzib, pirotexnika vositasi noqonuniy foydalangan fuqaroga chora ko'rildi. Buxoroda nufuzli tashkilot xodimini shantaj qilgan talaba qizlar qo'lga olindi. Migratsiya va personallashtirish sohasidagi islohotlar, xalqimiz uchun zamonaviy xizmatlar. Toshkentdan uy olmoqchi bo'lgan buxorolik ayol ketma-ket 2 bor kiberfiribgarlar tuzog'iga tushdi. Endi o'tgan hafta davomida viloyatimizda sodir bo'lgan jinoyatlar haqida ma'lumot bersak, hafta davomida jami 187 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, shundan 95 tasi fosh etilgan. Sodir etilgan jinoyatlarning 32 tasi firibgarlik, 43 ta o'g'rilik, 8 ta yo'l transport hodisasi, 76 ta holatda boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilgan. Shuningdek, viloyat ichki ishlar organlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qidiruv maxsus tezkor profilaktik tadbiri davomida 8 ta qidiruvdagi shaxs ushlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish hamda ularning dard va tashvishlariga quloq tutish maqsadida navbatdagi shaxsiy qabul tashkil etildi. Bu kabi amaliy uchrashuvlar fuqarolarning qator ijtimoiy huquqiy muammolariga joyida qonuniy yechim topish imkonini bermoqda. Muloqot davomida 50 ga yaqin murojaatchining fikr va e'tirozlari atroflicha tinglandi. Fuqarolar tergov va surishtiruv jarayonlaridagi xolislik, oilaviy nizolarga barham berish, kiberjinoyat qurbonlariga huquqiy yordam ko'rsatish hamda yo'l harakati xavfsizligi kabi dolzarb masalalar yuzasidan murojaat qilishdi. Har bir holat soha mutaxassislari ishtirokida ko'rib chiqilib, tezkor hal qilinishi mumkin bo'lgan murojaatlar bo'yicha joyida ijobiy qarorlar qabul qilindi. Qo'shimcha o'rganish, ekspertiza xulosasi hamda ma'lum vaqt talab etadigan masalalar yuzasidan tegishli mas'ullarga aniq muddatli vazifalar yuklatildi. Barcha jarayonlarning adolatli yakun topishi viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining shaxsiy nazoratiga olindi. Xalq dardi bilan yashash tamoyiliga tayangan holda muntazam o'tkazilayotgan bunday tadbirlar aholining idoralarida ortiqcha ovora bo'lishini oldini oladi. Ayni vaqtda bu jarayon tizimdagi mavjud kamchiliklarni vaqtida bartaraf etib, fuqarolarning huquq tartibot organlariga nisbatan ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi. Joriy yilning 5-iyun kuni Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan Qoradori 2026 tezkor profilaktik tadbir davomida Kogon tumani hududida qonunbuzarlik holati aniqlandi. Tadbir davomida Kogon tumani hududidan o'tgan avtomobil yo'lida harakatlanib ketayotgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi 1965-yilda tug'ilgan fuqaro huquq-tartibot xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan voqea joyidan qochishga harakat qilgan. Tezkor ko'rilgan choralar natijasida avtotransport vositasi to'xtatilgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida fuqaro xodimlardan qochishga urinish vaqtida o'zi bilan olib yurgan qora polietilen paketdagi moddalarni yo'l chetiga tashlab yuborganligini bildirgan. Uning o'z ixtiyori bilan ko'rsatgan joyidan 22 dona gugurt qutisiga qadoqlangan yashil rangli va o'tkir hidli moddalar tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, daliliy ashyo sifatida olingan moddalar tarkibida faol giyohvandlik vositasi hisoblangan tetragidrokannabinol mavjudligi va umumiy vazni 84 grammni tashkil etuvchi ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi tasdiqlangan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning 4-iyun kuni Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ko'p miqdordagi sintetik giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotgan shaxs qo'lga olindi.
Buxoro shahrining Moxixosa mahallasi hududida amalga oshirilgan tezkor tadbir davomida shu hududda to'xtab turgan avtomashina oldida shubhali harakatlar sodir etgan fuqaro huquq-tartibot idoralari xodimlarining to'xtash ishorasiga qaramasdan voqea joyidan qochishga uringan. Ushbu shaxs to'xtatilib ko'zdan kechirilganda, u o'zi bilan birga bo'lgan qizil rangli skoch bilan o'ralgan o'ramni yerga tashlab yuborganligi aniqlandi. Mazkur holat xolislar ishtirokida hujjatlashtirilib, o'ram ochib ko'rilganda, uning ichidan oq rangli kukunsimon modda topildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu modda sof vazni qariyb 30 grammni tashkil etuvchi mefedron sintetik giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi. Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, fuqaro mazkur giyohvandlik vositasini kelgusida o'tkazish maqsadida ko'zlab, qonunga xilof ravishda saqlab kelgan. Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Arzimas ko'ringan vaqtinchalik quvonch yoki bir necha soniyalik e'tibor ortida qanday xavf yashiringanini hammamiz ham o'ylab ko'ravermaymiz. Oqibatni o'ylamasdan qilingan xatti-harakatlar esa afsuski ko'pincha qonun buzilishiga olib keladi. Mavzuni lavha orqali davom ettiramiz. Joriy yilning 10-iyunidan 11-iyunga o'tar kechasi Buxoro shahrida aynan shunday huquqbuzarlik qayd etildi. Soat 23:30lar atrofida Gulchorbog' mahallasi hududida jamoat tartibi va hudud aholisining osoyishtaligi buzildi. Ma'lum bo'lishicha, 2006-yilda tug'ilgan fuqaro onasining tug'ilgan kunini nishonlash hamda esda qolarli kadrlar tasvirga olish maqsadida qariyb 7 oy oldin poytaxtdan olib kelgan 2 dona xavfli pirotexnika vositasini osmonga otib ishlatgan. Mazkur holat shu hududda xizmat olib borayotgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati xodimlari e'tibordan chetda qolmadi. Zudlik bilan ko'rilgan choralar natijasida huquqbuzarlik to'xtatilib, voqea joyida qolgan salyut qoldiqlari tegishli tartibda hujjatlashtirildi. 2026-yil 10-iyun soat 11:30 atrofida 7 oy oldin olingan pirotexnika vositalaridan foydalandik. Onamning tug'ilgan kunlari munosabati bilan darrov ichki ishlar xodimlari bizga kelib tushuntirish berishdi. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Bu pirotexnika vositalari noqonuniy ekanini bilmagandik. O'zimizga tegishli xulosani oldik. Boshqa yoshlarga ham bu ishni qilishni tavsiya bermayman. Shuning oqibatida katta jarimaga ham tushdik. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 185-1-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qolaversa, ushbu yigitning xatti-harakatlari mahalla faollari va hudud aholisi ishtirokida keng muhokama qilinib, qat'iy ogohlantirildi. Shu o'rinda fuqarolarga shuni eslatib o'tmoqchimizki, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185-1-moddasiga asosan pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi huquqbuzar sodir etgan qilmishining ijtimoiy ahamiyatiga qarab, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 250-moddasiga ko'ra, pirotexnika buyumlaridan foydalanish qoidalarini buzish, badanga shikast yetkazishga yoki boshqa og'ir oqibatlarga olib kelsa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Shu bilan birga Jinoyat kodeksining 251-moddasiga ko'ra, pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, xuddi shuningdek ularni qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasiga olib kirish yoki olib chiqish, shuningdek o'tkazish uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Hurmatli hamyurtlar, pirotexnika vositalari shunchaki yaltiroq o'yinchoq emas. Ular inson hayoti va salomatligiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazishi, katta yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Bir lahzalik his-hayajonga berilib, atrofdagilarning osoyishtaligini buzmang hamda qonun oldida javobgar bo'lib qolishdan o'zingizni asrang. Buxoro shahrida nufuzli tashkilot xodimining hissiyotlaridan g'arazli maqsadda foydalangan tovlamachilik jinoyati fosh etildi. Hozir shu haqda. Gap shundaki, Buxorodagi oliy ta'lim muassasalari talabalari bo'lgan Buxoro shahrida ijarada istiqomat qiluvchi 2007 va 2006 yillarda tug'ilgan qizlar oson yo'l bilan mo'may daromad topish rejasini tuzishadi. Ularga nufuzli tashkilotda ishlovchi oilali erkak xushomad qilib, turli xabarlar yozganidan foydalangan qizlar vaziyatni o'z foydalariga burishga qaror qilishgan. Gumonlanuvchilar erkakning nufuzli joyda ishlashi hamda turmush o'rtog'i borligini bilib olgach, uni tovlamachilik yo'li bilan qo'rqita boshlashadi.
aytishadi. Ular kelgusida shantaj qilish maqsadida o'zaro yozishmalarni telefonlarga saqlab olishgan. Ular ushbu yozishmalarni jabrlanuvchining ish joyiga, oila a'zolariga ko'rsatish va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan qo'rqitib, uni ojiz ahvolga solib qo'yishgan. O'z obro'si to'kilishi va sirning oshkor bo'lishidan qo'rqqan erkakdan ular 500 AQSh dollari miqdorida pul talab qilishgan. Biroq ularning bu jinoiy harakati uzoqqa bormadi. 2026-yilning 3-iyun kuni Buxoro shahrida joylashgan Ulgurji bozori oldida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Buxoro shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan gumonlanuvchilar talab qilingan mablag' hisobidan 5 million 900 ming so'm pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yurtimizda davlat xizmatlari, xususan migratsiya va personallashtirish sohasi jadal raqamlashtirilmoqda. Bu o'zgarishlar fuqarolarning vaqtini tejash, ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olish hamda xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 19-yanvarda qabul qilingan qarori bu borada sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab berdi. Hozirda mazkur qaror ijrosi doirasida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi tizimida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, biometrik pasport va ID kartalarni rasmiylashtirish jarayonlari to'liq zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilib, barcha ma'lumotlar yagona elektron bazada saqlanmoqda. Natijada hujjatlarni rasmiylashtirish muddati qisqarib, xizmatlarda ochiqlik va shaffoflik ta'minlanyapti. E'tiborli jihati, tez orada sun'iy intellekt asosida ishlaydigan va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi aqlli migratsiya shoxobchalari ham faoliyat boshlaydi. Endilikda fuqarolarimiz yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish, pasport xizmatlari yoki turi ma'lumotlarni olish kabi imkoniyatlardan masofadan turib foydalanishlari mumkin. Eng muhimi, axborot tizimlarida fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari zamonaviy kiberxavfsizlik vositalari orqali qat'iy himoya qilinadi. Bir so'z bilan aytganda, tizimdagi barcha raqamli islohotlar xalqimizga tezkor, zamonaviy xizmat ko'rsatish maqsadiga qaratilgan. Axborot texnologiyalari rivojlangan bugungi kunda firibgarlik jinoyatlari ham virtual makonga ko'chgani hech kimga sir emas. Navbatdagi lavhamiz poytaxtdan uy xarid qilish istagida bo'lib, o'z ishonuvchanligi oqibatida ketma-ket 2 marotaba kiberjinoyatchilarning tuzog'iga tushgan fuqaro haqida. Gap shundaki, fuqaro o'zining ko'p yillik jamg'armasi hisobidan Toshkent shahridan xonadon xarid qilishni maqsad qiladi. U dastlab Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali o'zini ishonchli shaxs sifatida tanishtirgan noma'lum kimsa bilan aloqaga chiqadi. Ushbu shaxs unga uy olib berishni va'da qilib, ishonchiga kiradi. Natijada jabrlanuvchi ayol jami 60 million so'm mablag'ini firibgarning hisobiga o'z qo'llari bilan o'tkazib beradi. Ammo va'da qilingan uy ham, pullar ham yo'q bo'lib chiqadi. Eng achinarlisi shundaki, birinchi holatdan tegishli xulosa chiqarmagan ayol yana o'sha maqsadda, ya'ni uy xarid qilish ilinjida ikkinchi bor firibgarlar qurboniga aylanadi. Bu safar u Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali uy sotilishi haqidagi e'longa ishonib, boshqa bir noma'lum shaxs bilan kelishuvga erishadi. Gumonlanuvchi ayolning bank plastik kartasidagi 9 million so'mga yaqin mablag'larni turli aylanma yo'llar orqali yechib olib, o'zlashtirishga erishadi. Bir insonning uyli bo'lish orzusi ketma-ket 2 marta firibgarlar tomonidan suiiste'mol qilinadi. Biroq har qanday qonunbuzarlik jazosiz qolmaydi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv-surishtiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning qilmishlariga chek qo'yildi va ular kimligi fosh etildi. Xususan, ayolga 60 million so'mlik moddiy zarar yetkazgan shaxs Farg'ona viloyatida, ikkinchi holatdagi firibgar esa Samarqand viloyatida qo'lga olinib, tergovga jalb qilindi. Facebook orqali bir bola bilan tanishdim. Keyin u o'zini firmasi borligini, Toshkentda yashashini aytdi. Men unga uy olib berishni iltimos qilib so'radim. Rasmini menga jo'natdi, taq uylar, remont qilingan, remontsiz uylarning rasmini jo'natgandan keyin men unga ishonib 60 million u boshlang'ich to'lovini so'ragandan keyin men unga 60 million tashlab berdim. Keyin u bilan Telegram orqali aloqada bo'ldim. Keyin aldaganini bilib, pulimni qaytarishni so'radim. U meni hamma yerdan bloklab, yo'q bo'lib ketdi. Men srazi ichki ishlar xodimiga murojaat qildim, 4-gomga. Ular meni arizamni olishgandan keyin kiberxavfsizlikka jo'natdilar. Kiberxavfsizlik xodimlari meni chaqirib, bo'lgan ishni surishtirib, ishimni oson va tez hal qilib berdilar. Pullarni qaytarib oldim. Kiberxavfsizlik boshqarmasiga, tergovchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Fuqaroga tavsiya, hech kimga ishonmanglar.
aldanib qolmanglar. Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan Ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Tinchlik, xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin. Yangi haftaga qadar xayr, salomat bo'ling.